Jannatdagi hurlar bilan mo'mina ayollarning orasida bo'ladigan suhbatni tinglang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Darhaqiqat, jannatdagi hurlar o'zlarining eng go'zal ovozlari bilan kuylaydilar. U ovozni hech kim va hech qachon eshitmagan." Jannatdagi hurlar aytadilar: "Biz abadiymiz, vafot etmaymiz. Biz xavfsizlikdamiz va bizga qo'rquv yo'q. Biz muhtasham qasrlarda yashaymiz." Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilar: "Darhaqiqat, hurlar shu gaplarni aytganlarida dunyo ahlidan bo'lgan mo'min ayollar javob beradilar: Biz namoz o'qiganmiz, sizlar esa yo'q. Biz roza tutganmiz, sizlar esa yo'q. Biz tahorat qilar edik, sizlar esa yo'q. Biz sadaqa berar edik, sizlar esa yo'q." Shunda Oysha onamiz radhiyallohu anha aytadilar: "Allohga qasam, sizlar g'alaba qozondinglar." Ya'ni dunyo ahlidan bo'lgan mo'min ayollar hurlardan ustun kelishdi. Va shuning uchun mo'min ayollar jannatga kirganlarida u yerdagi hurlardan ko'ra yaxshiroq va go'zalroq bo'ladilar.